Assalamu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Sog'lom sizlarmi? Ishlar yaxshimi? Xudo xolasa bizda yangilik bor. Induklarimiz bastırışni boshladik endi xudo xolasa. Yosh induk, makan, hech narsa 18 tuxum bor endi xudo xolasa. Sanamon chiqarg'a hamasini. Görüp tursizlar shu tartibda bosiraman endi bu yil addiy 3 yil gideyim bo'lmaydi. Teyine kül tashadık. Saman, kül. Yana birisi bazı tayyor olib turibdi, uni ham bostirib beramiz endi xudo xolasa. Keyin eldine bemalol suvini, yemini qo'ysak bo'ladi. Bu deshamda açık qo'ysak ham bo'ladi beyni. Gündüzden chiqib yuradi. Shunday uzoq bo'y shu üzümlerini aralarına bostiramiz xudo xolasa endi. Hem üzerine bir tabiiy sharoit bo'ladi, hem nemlikni yerdan olib kül saman bilan bostirsak xudo xolasa yaxshi ishlashi kerak deb turibman. Bu yil shu usulni sinab ko'ramiz. Hem addiy joy har birini shunday bostirib chiqarish niyatimiz bor endi shu xudo xolasa. Endi yaxshi do'stlar, menga qarshi telefon so'rab turibdilar. Endi 10-15 doğdu ya bir ay, 1,5 ay oldu doğup turibdi. Yatmayın turibdi, nechik oladi deb. Do'stlar, har xil bo'ladi induklar. Har xil, hammasi shu bir standart bo'yicha yurmaydi baribir. Bu indukimiz menimcha bir 15'lerinde tuxuma girib edi. 15-16'larında tuxuma girdi. 10 tuxum ham doğmadı bu. Doğan bo'lsa 8 ya 7 tuxum doğup kürk olup kaldı yine. Induk kichkina emas. 18 tuxumni o'zini 18 tuxumidan yana olib 2 tuxum tarazam sig'adi, lekin azab bermaymiz. Bizlar 18 tuxum yaxshi chiqarib bersa bo'ldi. Shunday holatda bu. Keyin bu yerni shu qolgan yurgan induklarimiz. Doğrusu yana bir 2 indukmi, shunday induk уже kurga yaqinlab turibdi xudo xolasa. Ve hele indi yarımına var da bu doktorlar az mesela 40 mekan olsa 40 taşkırak mekan olsa indi bir yarısına var da bulan tuxuma girerleri. Günde 2 günde biri yangi tuxumlar qo'shilib turibdi. Bu taza tuxum qo'yib turganlari. Bizda shu holatda yine tuxum hozircha ko'p endi. Agar shu 3-4 ya 5-6 birden yotib qolmasa, bemalol tuxum yetishib turibdi. Hozircha yana 3 indukni bir bemalol bostirgan tuxumimiz bor. 3 indukni, 4 indukni bostirsak ham bo'ladi. 4 indukka boradi. Yana bir 4 indukni bemalol bostirsak, shuna yetadigan tuxum bor. Endi 4 induk baribir kürk bo'lmaydi, sababi menda başta bir sut tuxuma qo'yib yurdi. Keyin bir 3-4 kunmi, shundan keyin yana bir qo'shildi. Keyin yana bir 5-6 kundan keyin bir ikkisi qo'shildi. Xullas shunday bo'lib ko'paydi bular. 3-4 qachon kürk bo'lishi mumkin. Yana bir 10 kunlardan keyin bir 3'ten 4'ten kürk bo'lishlari mumkin. Shu vaqtlari bir doğup boshqalari bor, deng doğganlar, deng tuxuma girerlar. Shu holat bizda hozircha do'stlar. İnduklarni xudo xolasa jo'jalarini haftalik, 10 kunlik holatda sotamiz. Doğrusu bu yil juda bakkiga sharoitim yo'q uncha. Joylarim yaxshi emas. Shu maqsadda endi sotish niyat bo'lib turibdi. Haftalik 10 kunlik etib xudo xolasa yetirib beraveramiz endi. Hali 10 bir oy vaqt bor. Hali mesela bugün akşam basılan bo'lsak 28 günde çıkadı. Keyingi ayının başına xudo xolasa birlerine çıkadı. Nasip güzelerimiz. Kimdir qiziq bo'lsa, bakaman shu mesni o'zi induk chiqargandan bakaman deganlar bo'lsa bemalol chiqarib yetirib beraveramiz. Indukimiz ko'p. 40 dan oshiq mekan indukimiz bor.
Şunu aytıp ötüşerik dostlar. Sağ aman bolun. Hem rahmet, Ahmet. Qollab quvvatlab turganlara.